men sizlarga o'ttirgan yangi darsim so'ygi praniga. Oldindan buning tutgan birinchi bosqich materiallar: seriq may, shakar, poda, sumay, süt. Bunga oldindan bir tranga sumay bilan seriq mayni quyib ko'ptiramiz. Qizlar, mana sumay bilan seriq mayni to'xtamay ko'ptiramiz. Endi mana podani qo'shib ko'ptirishni sevitib, ondan keyin mana shakarni oz-ozdan sap ko'ptiramiz. Bir yoqqa ozroq sap ko'ptirib, ozroq sap ko'ptiramiz. Mana shakarni 3 sap ko'ptiramiz. Mana 3-chi qidim silishini. Shakarni 2 bilib soldimmi? Ha, shakar berib mushalda kelgan vaqtda mana sutni 4-5 qatimga bo'lib oz-ozdan quyib mushunga yuguramiz. Qizlar mana sutni 5 qatimga bo'ldim. Men oxirgi qatim quyishim mana. Mushtarda chaqiringlar, shakar erib, o'tdan ilishkidan chap ko'ptiramizmi? Qizlar mana qaymog'imiz shakar erib qaymog'im tayyor bo'ldi. Endi biz buni unni qaranglar. Men albatta o'tkazgan unni oz-ozdan quyib, xamir olib keltiramiz. Obamda men unni demabdiman. Un muvaffaq holatda. Unni esa bir yoqqa mushtar ilashtirib xamirni xamir oldiga kelamiz. Yumshoq holatga. Qizlar, bu xamir mushtar bo'sh bo'ldi-jumi? Bu xamirni tayyor qilib olgandan keyin qaranglar. Mana bunda xaltaga mazuyizini o'tkazib, mushuni siqamiz. Shuning uchun bu xamir bek ching bo'lib ketmaydi, bek bo'sh bo'lib ketmaydi. Uni cho'qim albatta o'tkazib qizlar-jumi? Qizlar, buning shaklini men mushtar chiqarib qilmoqchiman. Mana shaklini chiqarib olgandan keyin men ikkinchi bosqichga o'tay. Mana mush bitib qolamizmi? Qizlar, mana mushtar qilib buni o'ttirni mana. Mushtar besib qo'yib, ikkinchi bosqichga o'tamiz. Qizlar, mana endi ikkinchi bosqich buni qiymasini tayyorlaymiz. Qiymasiga seriq may, shakar, uni yong'oq mevasi kirdi. Hozir men mana seriq mayni eritib chiqay. Qizlar, mana seriq mayni eritib ichdim, seriq mayni. Bununla biz tang soğanı koyup yani okşayıp eritip alımız. Kızlar mana qanaqalar seriq mayni eritip olgandan keyin buning uchun yong'oq az miqdor quyib turib tangsiq bo'ldi. Qizlar, mana o'tirmuş bir soğayaga biz obamda mana qilib qo'ygan qiymimizni yong'oq mevzi bilan, Mushun hammasini mushun o'tirishga mutlaq besib chiqamiz. Mana men ko'shangni içib etdim. 15 minut bo'ldi ko'shangni içib qizitib tayyor qilib turamiz. Mushni qilib bo'lgandan keyin mushni ko'shangni sap pishirib chiqamiz. Mana qochlab bo'lsa ko'zda qiymasini. Qizlar, mana qiymasini mushtaq o'tirga olib, endi buni men yarim soat bo'ldi ko'shangni qizitib qo'ydim. Endi pishirib chiqay. Qizlar, mana pishib chiqdi mana. Pishib chiqqanda mana mushtaq pishib chiqdi, qiymalar pishib chiqdi. Bunu yerden sansamay muştan kokoşanlar muzlu bulucu mu? Şunlar bu kısmı dersi tamam.